Maşallah. Mana shuncha mevali daraxt, archalar, uzumlar, anjirlar, tutlar, boshqa mevalar, olmalar bor. Bu bog'cha qilingan, chiroyli qilib bog'cha qilingan joy. Kislorod chiqarib turibdi qancha buni. Bu joyni endi mana shu firma kanallarda ishlaydigan firmalar mana bu Bo'rijar kanalining bo'yidagi bu joyimizni endi nima qilmoqchi ekan? Hammasini daraxtni kesib, mana bu yoqdan ustidan ularni payhon qilib yo'l o'tkazib yubormoqchi ekan. Mana yong'oqlar bor, uzumlar bor, qancha mevali daraxt. Prezidentimiz aytganlar, bitta daraxt kesishdan avval 10 ta daraxt o'tkazish kerak. Ekologiyaga tegma, daraxt kesma degan bular. Bilmadim, qo'rqmaydimi hech kimdan bular? O'z boshimchami bular? Ularga shunaqa vakolat berilganmi bularga? Shunchalik daraxtlarni kesib payhon qiladi. Endi mana shu rejasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa bularni, bu mana shu archa daraxtlar, mevali daraxtlar hammasi уже kesilib ketar ekanda. Bo'rijar bo'yida mana shu tabiat qancha daraxt bor edi, bular hammasi kesilib ketdi уже. Beton bo'lib ketdi, hamma hisob bo'lib уже kislorod yo'q, beton bo'lib ketdi. Kichkina o'tkazgan niholchalarini aytadi. Bu necha yilda bu daraxt bo'ladi-yu, ular kislorod chiqarib, soya berib odamlarga xizmat qiladi. Bungacha bu odamlar nima qiladi bu joyda? Yashaydigan xalq nima qiladi? Kuniga chang yutadi. Yana vibratsiya traktori bu ishlatadigan bo'lsa, kelib mana uylarga treshina berib yuborgan. Uylar ag'darilib ketsa kim to'lab beradi? Ichida odam qolsa nima bo'ladi? Buni hech kim o'ylamayapti. Bular farqi yo'q, bizga buyurgan ish qilamiz deydi. Bu endi bizga haq to'laydi, biz bularni aytganini qilamiz deydi. Ishi yo'q qolganligi hech kim bilan. Agar bularga yaxshiroq haq to'laydigan bo'lsa, hozir xalqqa shunaqangi qilib turgan bo'lsa, ertaga vatanni ham sotib yuboradi-da bular. Bizga pul to'lab turibdi, o'shaning uchun biz vatanni sotamiz debdi. Agar bunaqa odamlar bilmadim nima qilish kerak, nima chora ko'rish kerak bularga. Kim chora ko'radi, kimni kuchi yetadi. Ekologiya vazirligiga endi mana telefon qilib mana shu murojaatimizni qilsak, endi ular kelib gaplasharlar, xabarlari bo'lmasa ular bilan keyin nima qilishni aytarlar. Shuni kutib qolamiz.